Tasavvur qiling, judayam katta bir saroy, eng to'rda tepada ikki olim sarvari payg'ambarimiz alayhissalom o'tiribdilar va ikki chekkadan butun ashobi ikromlaru tarixda hozirgacha o'tgan buyuklar, ulamolar, xudoni do'stlari va bizning eng faxrlanadigan ota bobolarimiz hammalari tizilib o'tirishibdi va o'sha katta eshikdan saroyga siz kirib keldingiz. Hamma to'xtab sizga qaradi. Ulug'larning ulug'i siz haqingizda nima degan bo'lardi? Siz qaysi gaplarni eshitishni istardingiz? Va siz o'sha eng tarixda buyuklari o'tirgan davrada kimning yonidan joy olgan bo'lardingiz? Kimdir o'rnidan turib, surilib, joy ajratishiga arzigulik nimalar qildingiz?